Koreyada o'zini osib o'ldirgan qiz yoxud uni urib o'ldirgan qiz Nozim haqida o'z shaxsiy fikrimni aytmoqchiman. Men uni kimdir o'ldirdimi yoki u o'zini o'ldirdimi buni bilmadim. Lekin men shaxsiy fikrimni keltirilgan dalillar, suratlar, videolardan kelib chiqib aytmoqchiman. Ya'ni banyaning ramkasida, eshikning ramkasida odam o'zini osolmaydi. Chunki u odamni og'irligini ko'tarishga mo'ljallanmagan. U yengil metalldan qilingan, shunchaki banyaning eshigini nima deydi, ko'tarish uchun va suvni bu tomonga o'tmasligi uchun mo'ljallangan aslida. Lekin u o'zini osyapti o'shda, lekin eshik umuman bukilmagan yoki u sinmagan. Hech qayerga hech narsa emas, og'ir bir inson chiqyapti. 50 kilodan oshiqda inson chiqyapti. Keyin men bu yonidagi stol umuman mos tushmaydi. Chunki qaranglar, buni balandligi shuncha bo'lsa, banyani balandligi juda ham baland emas. Shunchaki sizdan necha santimetr baland xolos. Hech qanaqa odamni ko'tarmaydi. Ikkinchidan, u o'layotgan odam o'z jonini saqlab qolishi o'rniga kimgadir telefon qilishi bu nereal holat. Chunki siz o'lyapsiz, joningiz shirinligidan saqlanib qolishni xohlaysiz. Agar yerda yotgan bo'lsangiz bilmadim, lekin tepada osilib yotgan bo'lsangiz, naborot qo'lingizni telefon o'shagandan ko'ra qo'lingiz tepaga qilib o'shash yaxshiroq bo'ladi. Tushunyapsizmi? Oyoq bilan u tepaga chiqa oladi. Va agar u osilib turgan bo'lsa, nimaga banyani ramkalari umuman egilmagan yoki sinmagan? Chunki osilsa u ko'tara olmaydi odamni. Nereal narsa. Men Koreyada yashagan inson sifatida nimaga milsalar aralashmayapti bu temaga? Nimaga bu oddiy xalqqa qolib ketyapti? Kinolarda ko'ramiz, misol uchun o'zim o'sha sharoitni bilib gapiryapman. Nima uchun milsa umuman aralashmayapti? Tushunib bo'lmayapti. Nima bo'lishidan qat'iy nazar men haqiqatni bilishni xohlayman. Chunki bitta Guldek qizi umri tugadi. O'shuning uchun haqiqatni bilishni xohlayman.